Urganch tumani axborot kutubxona markazida buyuk mutafakkir, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi munosabati bilan so'z mulkining sultoni mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Kechada Urganch tumani hokimi maslahatchisi, ko'z ojizlar kutubxonasi mutaxassisi, 38-sonli maktab direktori hamda faol kitobxonlar mehmon sifatida ishtirok etdilar. Tadbirda ishtirokchilar tomonidan Navoiyning o'zbek mumtoz adabiyotidagi beqiyos o'rni, uning boy ma'naviy merosi, hayoti va ijodiga oid qiziqarli ma'lumotlar, hikmatli so'zlar, g'azallaridan namunalar keltirildi. Asrlar osha dorug'amon kunlarda huzuringizdamen, shodmen, baxtiyormen. Biz yetolmagan umidlarga sizlar yetdingiz. Avlod, ajdodlar orzu qilgan hur, ozod, obod, mustaqil osmonida haqqoniyat quyoshi porlab turgan vatandasiz. Har bir fuqarosi qaysi millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar buyuk yurt bunyod etayotgan vatandasiz. Ilohim, adolat, haqiqat, tinchlik va omonlik yo'lini ko'rsatuvchi tafakkur mash'ali doim porlab tursin. Shuningdek, kitobxonlar tomonidan Navoiy ijodidan sahna ko'rinishlari hamda she'riy chiqishlar namoyish etildi. Xususan, mehmonlar buyuk shoir asarlarida insoniylik, mehr-oqibat, ilmga intilish va komillikka chorlov g'oyalari mujassam ekanini ta'kidlab, yosh avlodni Navoiy merosini chuqur o'rganishga undadilar. Kecha yakunida markaz rahbari so'zga chiqib, o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirning ahamiyati haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Shuningdek, tadbirni yuqori saviyada tashkil etishda faol ishtirok etgan o'qituvchi, murabbiylar, kitobxonlar hamda chiqish qilgan o'quvchilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Tadbirda faol qatnashgan bir guruh ishtirokchilar faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Bu esa yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, kelgusida ham shunday ma'rifiy tadbirlarda yanada faol bo'lishga undadi.